هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Arab tefsiri 90. ayetin başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi El-A'raf suresinin 90. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Onun kavminin imansız çoğunları, eğer sizler şu ayıpki ergeçsengler, şübhisiz ki çokum ziyan tartısılar dedi. Ulağa qattiq zilzile yüzlendi. Ula öylerde olturgan peti qetip kaldı. Şu ayıbni inkar kılganlar, Allah'ın halak kılışı bilen goya bu yerde turmagandek, yani yaşamagandek bolup kaldı. Şu ayıbni inkar kılganlar ziyan tartışıladım boldu. Allah Teala bu yerde ulanın küfürlükte, çoğunçılık kılışta, azgınlıkta, kattık turganlıkının dillerinin hak karşı turuşka könüp ketkenlikinden haber verdi. Şunu ula kasem içip mındak dedi. Eğer sizler şu ayıpki ergeçsengler, şübhisiz ki çokum ziyan tartısılar. Şuna Allah Teala bunun arkasıdırla mındak dedi. Ulağa qattiq zilzile yüzlendi. Ula öylerde olturgan pet qetip kaldı. Yani bu yerde Allah Teala ulağa ziminin qattiq bir tevrinişinin yüzlengenliginden haber verdi. Bu xuddi Şuayb aleyhisselam ve onunğa iman etkan kişilerini Şuayb aleyhisselamның kavmi korkutup titretkiniga ve ulanı yurtlardan çıkarıp etişige tehdit salganga okşaş ulağımı bir tevriniş yüzlendi. Allah Teala bu vakti mındaqdaydı. Bizning ulanı halak kılış permanımız düşken çağda şu ayıbni ve onun bilen bille iman etkanlarını merhamet kılıp kutuldurdu. Özlerige zulüm kılganlığa qattiq avaz yüzlendi. Ula öz öylerde olturgan pet qetip kaldı. Bulağa qattiq avazının yüzlenişi ula Şuayb aleyhisselamga mesxir kılıp, ey Şuayb, senin namazın yani dinin, seni atı boğullarımız ibadet kılıp kilovatkan neslerini yani butlarını bizni taşlat kuzuşka ya ki mallarımızı halıqınımızca tasarruf kılışımızı terk etkizişke buyurumdu. Sen tazımı köngülü köksüken, tazımı doğru yol tapkan Adem sende degenliki üçün ulağa qattiq bir avaz yüzlenip ulağını şük kılıp koydu. Allah Teala ula hakkında başka bir yerde mundaq haber verdi. Ula Şuaybni inkar kıldı. Ulağını sahi gününün azabı halak kıldı. O hakikaten büyük günün azabı idi. Yani bu azabının ulağı kelişi ulağının Şuayb aleyhisselam'a. Eğer sözünde rastçıladın bolsan bizge asmandan azap düşürgen degenliki üçündür. Ulağının yukarıda kılmışları üçün ulağını sahiye gününün azabı halak kıldı. Yani içinde otnun uçkunları, yalqınları ve küçlük tepti bolgan bir bulut ulağa sahi taşladı. Andın asman taraftan qattiq bir avaz, yer astıdan qattiq bir tavraş keliş bilen
ularning jonlari tanlaridan judo bo'lib, jasadlari qetibli qoldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Ya'ni ularga Alloh taolaning azobi kelishi bilanla xuddi ular Shuayb alayhissalomni va uning iymon etgan mu'minlarni chiqarib etmoqchi bo'lgan yurtlarida yashamagandek bo'lib qoldi. Ondan Alloh taolo ularning iymonsiz kattalarning agar sizlar Shuaybga agassanglar shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar degan so'ziga qarata Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi dedi. Shuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Rabbimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kafir qavmga qayg'uray" dedi. Ya'ni ularga Alloh taolaning azobi va g'azabi kelgandan keyin Shuayb alayhissalom ularga orqasini qilib taptani qilish yuzidan mundaq dedi: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Rabbimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Ya'ni men sizlarga payg'ambarlik vazifamni yetkizdim. Chunki sizlar men ilib kelgan haqiqatga iymon keltirmadinglar. Shunga men sizlarning hozirgi holatingizga qayg'urmayman. Men qandaqmi kafir qavmga qayg'uray" dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulpatni ne'matga aylantirib, shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Alloh tarafidan kelgan uqubat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum tutaloq qildik. İlgirki ummatlarning sinalganligi to'g'risida Alloh taolo bu oyatda o'zi tarafidan payg'ambar avatilgan ummatlarning o'zlariga Alloh taolo tarafidan tushirilgan turli qiyinchiliklarni ko'tarib yetishini tilab, Alloh taologa duo qilishi va yelinishi uchun ularga turli kasalliklarni va yo'qsulliklarni berish bilan sinaganligidan xabar berdi. Ya'ni ularning Alloh taologa yelinishi va duo qilishi uchun Alloh taolo ularni turli qiyinchilik bilan sinaydi. Ular Alloh taolaning bu sinoqlarida Alloh taolaning kutgan yeridan chiqmaganligi uchun Alloh taolo ularga yana bir qitim sinilish fursati berib, ularni ash qiyinchilik holatidan bayashat, farog'atlik holatga ilib chiqadi. Ondan ularning beshiga kelgan kulpatni ne'matga aylantirdik. Ya'ni ularni menga shukr qildirish uchun har turli kasallarni saqliqqa, yo'qsulliklarni bayashatlikqa aylantirib berdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ya'ni ularning bollari va mollari ko'paydi. Lekin ular yanada Alloh taolaning bergan ne'matlariga shukr qilmadi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Alloh tarafidan kelgan uqubat emas, dedi. Ya'ni biz ularga Alloh taoladan gunohining kechirilishini tilishi, yelinishi va duo qilish uchun turli kasallik va yo'qsullik selish bilan ondan bayashat, farog'at turmush berish bilan sinadik. Lekin ularga umu bumu kar qilmadi. Ular kufrliqidan uning bilanmi va buning bilanmi yonmadi. Balki ular burunqi zamonda ota-bobolarimizga kelgan turli kasallik va yo'qsullik ondan bayashatlik va farovonlik bizga mi keldi?
Bu degan tabiatning qonuni ba'zida undaq va ba'zida bundaq bo'lib turdi dedi. Afsuski ular Alloh taolaning ularga qarata elib borgan bu xil hukmi va sinoqlarini sezmadi. Kafirlarning bundaq qilmishi mu'minlarning Alloh taolaning ne'matlariga kelganda Alloh taolaga shukr etadigan beşik qiyinchiliklar kelganda uningga sabr qiladigan holatlar bilan butunlay qarama-qarshidir. Mu'minlarning bu xil fazilati haqida İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minning ishi kishini to'limi xursand qiladi. Alloh taolo uningga qandoqligi bir ish bilan hukm qilsa, u mu'min uchun yaxshilik hisoblanadi. Uningga xo'shallik kelsa, shukr aytadi. Bu uning uchun yaxshidir. Uningga bir yomonlik yetib qolsa, u sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Mu'min banda Alloh taolaning o'zini har xil qiyinchilik va ne'matlar bilan sinaganligini his qilib turdi. Shunga Alloh taolo o'zining sinaganligini sezilmaydigan sifatga ega kishilarning bayonining orqasida mundaq dedi. Ular xabarsiz turganda ularni uchtum tutaloq qildik. Ya'ni ular xabarsiz holatda turganda uchtum tut jazoladik. Hadisda mundaq deb keldi. Uchtum tut kelgan o'lim mu'minlar uchun rahmat, kafirlar uchun azobdir. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilgan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Barakatning kelishi iymon bilan, g'azabning kelishi kufrlik bilan bo'ladiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining payg'ambarlari avatilgan joylardagi kishilar ichida Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa ummatlarning faqat az bir qisminingla iymon etganligidan xabar berdi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasining iymon etganligidan xabar berib, mundaq deydi. Halok bo'lgan shaharlar aholisi ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Ya'ni Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa hech qanday bir payg'ambarning qavmi butunlay iymon etmadi. Yunus alayhissalomning qavmining hammasi iymon etdi. Chunki ular azobning cho'qim keladiganligini bilgandan keyin iymon etgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Uni biz 100 ming, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Qaysi shaharga bo'lmasin, birer ogohlantiruvchi avatsaklar, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliginglarni inkor qilamiz dedi. Payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, ya'ni ular payg'ambarlar elib kelgan haqiqatga chin dili bilan ishongan va uningga ergashgan,
yomon ishlarni tashlab, yaxshi ishlarni qilib, Alloh taologa taqvodorlik qilgan bo'lsa, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan o'simliklarni undirib beratdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganliklari va yomon ishlarni qilganligi uchun ularni halok qilish bilan jazoladik. Ondan Alloh taolo buyruqlariga qarshilik qilishga petinishdan ogohlantirib mundaq deydi. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflat uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Ya'ni ular tuyuqsiz g'aflat turganda Alloh taolaning g'azabining va azobining kelishidan, shundaqla Alloh taolaning ularni qattiq tutishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Shunga Hasan Basri mundaq dedi: Mu'min amal ibodatlarni Alloh taoladan qo'rqib turib qiladi. Yomon odam gunoh ishlarni qo'rqmay qilaveradi. Zaminning egillari, zaminning ilgirki egillari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'lg'uchilarni xohlasak, gunohi tufaylidan halok qiladiganlarimiz, halok qildiganligimiz, dillarini pechatlayib o'tadiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilg'uchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Ular haq so'zni anglamaydi. Ya'ni ular va'z nasihatni va ogohlantirishni anglamaydi. Alloh taolo keyingilarning yomon ishlarni qilsa, ularni o'xshashlar halok qilib o'tadiganligini bayon qilib mundaq deydi: Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yurdi. Aql egalari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Ulardan ilgari o'tgan qanchalagan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkiliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning çoğunluğunu ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar Rabbimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergan, ya'ni dunyoga qaytirgan, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchu, ularni qandaq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin tutmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahadini ko'ra olamsizlar? Yoki ulardan biror past ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundaq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi. Ve bunundan başka Allah Teala'nın azabının, Allah Teala'nın düşmeni bolgan kafirlağa ve nimetinin Allah Teala'nın yıkınları bolgan müminlerge boluduğanlıqını uqtırdıgan ayetler nihayet köptür.
Aş şəhərlər ahalisinin bəzi xəbərlərini ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hikayə qılıb vermiş. Şək şübhisiz ki, ularning peyğəmbərləri ularga möcüzələr elib gələn idi. Ular ilgari haqni inkar qilganliklari uchun u möcüzələrə iman etmedi. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'za misaqda bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining sheksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Allah Taala yuqorida payg'ambari Muhammad alayhisalomga Nuh, Hud, Solih, Lut va Shuayb alayhisalomlarning xabarlarini va qavmlar ichidan kafirlarni halok qilib, mu'minlarni qutuldirib qolganligini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda Allah Taala bu qavmlarga o'zining payg'ambarlarini avatib, bu payg'ambarlarning tili orqali haqni tushuntirgan bo'lsa-mu, u qavmlarning anglamaganligi uchun ularni halok qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Şəhərlər ahalisinin bəzi xəbərlərini ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hikayə qılıb verimiz. Şək şübhisiz ki, ularning peyğəmbərləri ularga möcüzələr elib gələn idi. Allah Taala hər qandaq bir qavmni ularga peyğəmbər əvətməy turub azablamaydiganlıq haqqında mundaq deydi. Mana bular ahalisini biz halak qılğan yurtlarning xəbərləridir. Onu sana vahiy orqali bayon qilamiz. O yurtlardan izi qolganlarimi bor, ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarining o'rni qoldirilganlarimi bor. Izi qolmaganlarimi bor, ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdek vayron qilganlarimizmi bor. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular ilgari haqni inkar qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Ya'ni ularning o'zlarining payg'ambarlari elib kelgan narsalarga iymon etmaslik ularning haqiqatni daslividlar inkar qilganliklari sababidandir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mo'jizalar mening emas, Allah'ın dergahideki iş digin. Ey müminler, sizler nimini bilisizler. Möcüzeler kelse ula ihtimal onunla işenmezlikleri mümkün. Ulanın dillerini, közlerini hakkını düşünüş ve körüşten burvitimiz. Ula deslepti möcüzelerge işenmegendek yani işenmeydi. Ulanı gümrahlıkları da tınırkap yürüşki koyuyutimiz. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'za misaqda bergan va'dasiga vafo qilganligini bayqamadik. Ularning to'lisining sheksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonlaridan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Ya'ni biz ularning ko'pinchisini bizga bo'ysunishdan, itoat qilishdan chiqib ketganligini bayqadik. Allah Taala ulardan algan va'da bo'lsa, insonlarning otasi Odam alayhissalomning pushtidagi chig'idilar, ularning Allah Taalaning o'zlarining Robbi va podshohi ekanligiga, Allah Taaladan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga ishonadiganligiga olgan. Uni iqror qilgan, guvohlik bergan va ularning tabiatlariga singdirib etilgan va'dasidir. Adem balları Allah Taalaga bergen aşı va'dasiga xiloflik qilib, uni orqasiga cho'rib etdi. Hech qanday dalil isboti bo'lmagan, aqliga sig'maydigan va shariatda qabul qilinmaydigan qilmishni, ya'ni ibodat qilganda Allah Taalaga boshqa birini shirik qilib ibodat qilishdek shirik ishni qildi. Asli insonning sog'lom tabiatida bunday ishlarni qilish istiki bo'lmaydi. Barliq payg'ambarlar boshdan oxiri insonlarni mushundaq shirk ishni qilishdan to'sib keldi.
İnsanlarning tabiatida Alloh taologa shirik keltirish istikining yo'qligi haqida İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo hadisi qudusida men haqiqatan bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dinidan ayirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsalarni harom sanaydigan qilib etdi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: har qanday bola dinni tonish tabiati bilan tug'iladi. U bolaning ota-onasi u bolani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi va yoki otashparast qiladi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'rafdan 102-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.